alaykum. Butun O'zbekiston bo'yicha o'rdak, parranda boquvchilarim, obunachilarim. Bugun chislo 4-yanvar 2026-yil. Omad yilimiz. Xudo xolasa mening o'rdaklarim tug'ishni boshladi. Tug'ish mavsumi mana 2 kundan beri 2-yanvardan beri tug'ishni boshladi. Endi o'tgan emas, o'rdaklarim tug'ishni boshladi. Mana marhamat tuxumlari, mana tuxumlarni o'rdaklarim tuxumlar. Ikkita o'rdagim bor edi, lekin erkagi ularniki endi o'tganing oq nemeskiy liniyasidan. U atalab ikkita zot erkagini olganman. Shuni oddiy o'rdakni oq liniya bilan endi o'tga chachishtirdim. Ana shu chachishtirdim, mana tuxumlari tug'ishni boshladi. Muhtaram do'stlarim, o'rdak boquvchilar, indovutga boquvchilar, hozir bugun men sizlarga o'rdaklarni patini yulishini o'rgataman sizlarga. O'rgatmayman, lekin qanday to'g'ri kesishni ko'rsataman. Endi hozir o'rdaklarning patlari uzun bo'ldi, mana uchib ketyapti, orqasidan cho'g'ib yuribman. Lekin uni orqasi cho'masligi uchun men patlarni kesaman. Qanday to'g'ri kesishni men sizlarga ko'rsataman hozir. Marhamat. Qora boshlari mana nemeskiy ikkita erkagi nemeskiy liniyada ana shu men ikkita erkagini ana ikkita o'rdakka chashtirganman. Ular tuxum berishni boshladi. Lekin endi o'tkalarni tuxum boshlagani yo'q. Endi pat yurishi lekin men sizga hozir ko'rsataman. Buni qo'yib ol. Tak, mana qaranglar. Ishla, buni qo'yib ol. Mana ishla. Mana pati uzun bo'lib qolgan pati. Mana shuni patidan ishla mana shu patidan. Mana olishi jarayonni qaranglar. O'rtoqlar. Ishla oyog'ini ishla. Pati yurishi bu yerdan videodan mana shunday bo'ladi. Kitob bo'yicha 5 ta patini kesiladi. Yağını olmaymiz. Yağını olmaymiz. Ne deganda ertaga jo'ja tuxum qo'ygandan keyin tuxumni o'ziga tortadi. Bu tarafini tegmaymiz. Endi bu tarafini xuddi shunday bu tarafini olamiz. Ushla. Xuddi shunday bu tarafini olamiz. Mana ana bo'ldi. Mana endi qaranglar, o'rtoqlar. Endi qaranglar. Mana pati. Mana pat обязательно bu patini tuxum o'ziga tortayotgan bo'ladi. Ertaga kurp bo'lgandan keyin Xudo xohlasa. Shuning uchun bu patini bosh 2, 3, 4 tasini olinmaydi. Mana marhamat. Mana ketdi. Endi mana bu ikkinchi indovutgamiz. Qaranglar, pati mana ko'ryapsiz. Mana shu patlar olinadi. Bunisi teginmaydi. Mana qaranglar. Ana bo'ldi bu tarafi. Endi yana bir marta bu tarafi. Ushla. Shunday. Men oyog'ini bo'ylab qo'ydim. Ana. Endi oyog'ini yechamiz. Endi xudo xolasa mening paroda qorabosh degan endi o'tkalardan bular. Hozir jonivor hozir. Ana marhamat. Endi o'rtoq do'stlarim, obunachilar kommentariy yozmayapsiz. Men bilan maslahat qilmayapsiz. Iltimos, menga kommentariy yozing, to'g'ri maslahat bering. Men to'g'ri kessimmi patini? Yo, noto'g'ri kessimmi? Shuning uchun
noto'g'ri kesgan bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Aka, siz noto'g'ri kesdingiz. Yo ikkita pati kesiladi, uchta pati, yo bosh patlar kesiladi, yo kesilni shu tarafda aytinglar. Lekin men kitob bo'yicha muhtaram obunachilar kesdim patlarni. Endi hozir hali tuxumga kirgani yo'q. Endi xudo xolasa oyning oxirini kutamiz. Inshaalloh oyning oxirida qaranglar bular qanday xursand bo'lyapti patni kesgani. Oyning oxirida xudo xolasa biz tuxumlarga kirsa kerak deb o'ylayapman. Lekin mayli uni ham kutamiz, fevralda ham kutamiz. Birinchi tuxumi qachon kirsa, muhtaram obunachilar, men srazu haliga chiqaman. Efirga chiqamanda sizlarga ko'rsataman birinchi tuxumimni. Shuning uchun muhtaram parranda boquvchilarimiz hammamiz kutamiz shu narsani. Endi men etap bo'yicha ish qilyapman. Sizlarga sog'lik, salomatlik. Xudo xolasa inshaalloh yangi efirlarda uchrashishga xayr. Xudo xolasa birgalikda mana shunday o'tkalarni boqamiz. Katta rahmat, sog' salomat sizlarga tilayman.